Hammaga salom, sizlar bilan W Studio. Bugun biz yana technical interview, mock interview qilamiz. Bugungi mehmon bizni Jamshbek. Jamshbek interview sразу aytib o'tib ketay. Interview uchta nimadan iborat topgan bo'ladi, uchta etapdan. Birinchisi bu introduction, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berasiz. Ikkinchisi bu hozir bitta kod beraman, o'sha kodni ko'rib chiqamiz. Xatolik bor joylarini aytib chiqasiz. Uchinchisida xudo xohlasa algoritm yechamiz. Shunaqa qilib boshlaymiz. Birinchisiga Assalomu alaykum. kelsak. Vaalaykum assalom. O'zingiz haqingizda tanishtirib bersangiz, keyin davom etamiz. Ismim Jamshid, yoshim 25 ta. Frontend bo'yicha o'zim mustaqil tayyorlanib turibman. Mhm. Yaxshi tayyorlanayotganim 4 oy bo'lgan bo'lsa, o'qish boshlaganiga 6 oy bo'ldi. Bundan oldin restoran sferasida ishlaganman 10 yil. Aha. 6 oy. O'zingiz kursga bormayapsizmi shuni? Yo'q, mustaqil. Mustaqil ravishda. Xo'p. Unda shu birinchi savol, qaysi manbalardan foydalanyapsiz o'rganishda? YouTube dokumentatsiyalar, основной YouTube. Aha. Rezyumengizni tashlab bering desam, mana shu narsalar bilaman deb aytdingiz. O'sha biladigan narsalaringizni bitta qaytarib olaylik. HTMLdan, CSSdan, JavaScript va Reactdan, to'g'rimi? Da, yaqinda Next.js'da yozishni boshladim, React o'z bibliotekasi. TypeScript Mhm, bilan, mhm. lekin ular bo'yicha hali bemalol savol javob qila olaman deya olmayman. Mhm. Reactdan bo'ladimi savol javob qilsak, Reactdan normalmi? bemalol, qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, bo'lmasam, eee birinchi marta aytgancha, oldin hamma ko'pchilik, nima deydi, ucharli sentrda o'qigan yoki universitetda o'qiganlarida hozir birinchi marta self study qilgan odam. Bu juda ham yaxshi. Bo'lmasam sizga telegramingizga kod tashlab beraman. Hozir bir minut. O'sha kodni Visual Studioga tashlasangiz, HTML fayl ochib, ekranni share qilganingizda birga ko'rib chiqamiz. Kodni ichida xatoliklar bor. O'sha xatoliklarni topamiz birga. Xo'p, shu veb-saytimizda xatoliklar bor. O'sha xatoliklarni topishimiz kerak hozir bitta-bitta. Har xil xatolik bo'lishi mumkin. Semantik xatoliklar bo'lishi mumkin. CSSda xatoliklar bo'lishi mumkin. Qani, agar topa olsak, yaxshi bo'lardi. Tak, bitta misolni aytaman sizga. Mana bu image bor-ku, Xo'p. imageni tagida divga on click berilgan. Bu ishlaydi, rashiga ishlaydi, lekin bunda xatolik bor. Xatolik shundaki, button bo'lishi kerak bu narsa. Agar siz knopka ishlatmoqchi bo'lsangiz, buttonni ichiga qilish Bo'ldi, kerak. Shunaqa. tushundim. Accessibility nimadir buni esim kelmadi. Accessibility deydi, ha. Accessibility'da. Heading Xo'p, one. bittasi bor, keyin yana shunaqa xatoliklar bor, o'shalarni topish kerak. Future. Xo'p. Tak, Yo'q. yana nima bor? Body qismiga yozilgan. Heading one, image button. Aha. Class button, button. Joylashishdagi xatolik bormi? Mana bu heading one'ni ichiga kirib qolibdi. Joylashda xatolik yo'q. Tushundim. Xatolik SEO. Tasavvur qiling, siz SEOsini yaxshi saytingizni. O'shanda mana shu SEO bo'yicha bitta xatolik bor. O'sha nima xatolik? Shuni topishimiz kerak. Buni to'g'risi SEOni yaxshi bilgan odamgina topa oladi, ochig'ini aytsam.
Main degan anavimiz bor ekan, stil berilgan, lekin bu anavi yo'q-ku bu yoqda. HTML'da. Main link degan Ha, main topolmadim link cho'ti. ha, da link yo'q. Yo'q. Qani ID da main link yo'q. O'chirib Lekin tashlaydimi yoki shuni? tashlasangiz ham Ma'lum bo'laveradi. important bor, endi u important ishlatish kerak emas. U anaqasini buzadi, texnicheskiy tarafini. Misol uchun nimani buzadi? Misol uchun, mana bu stillarni o'zini joylash prioriteti bor-da. Aytaylik, birinchi o'rinda o'sha ID oladigan bo'lsa, keyingisi inline, keyingisi klassmidi? Oti Mhm. esimga kelmayapti hozir. Klasslar bo'yicha edi. Klass. Aha. Important buni buzadi. Qaysi qismga important berilsa, o'sha birinchi prioritetga olib chiqib qo'yiladi. Mm. Misol yaqqol misol, bizda misol uchun mana button degan klassimiz bor, btn degan klassimiz bor. Uni Aha. biz har xil joylarda ishlatamiz. Hmm. Mabodo biz boshqa, aytaylik, boshqa buttonni oldikda, Hmm. unga boshqacha klass berib red qilmoqchimiz. O'shanda Hmm. bu override qilib, o'chirib yuboradi. Sizga Ishlatmaydi. da. Siz aytganingiz to'g'ri, prosta men example qilib, boshqalarga ham tushunarli qilib aytib o'tib ketyapman. Xo'p, buni ham topdik. Uni o'chirib yuborsangiz ham bo'laveradi, buni. Xo'p, keyin yana o'sha SEO bo'yicha xatolik bor degandim. Shuni topdim hozir. Ikkita heading bormi? Ha, shunday. Sababi nima? Heading 1 ishlatiladigan основной bitta bo'lishi kerak. Shuni bilaman. Ha, Chunki asosiy saytda anavi uchun ishlatiladi. Saytda главный beriladigan вниманиeni tortadigan tarafiga. asosiy, da, to'g'ri, asosiy, deylik, saytni ismi Anavi deylik, UI ismi nima? bitta UI bo'ladi-yu, uchun. shuning uchun ham title'i. Ha, sayt Yo'q, bu title SEO to'g'ri. uchun, UI uchun xohlaganishicha ishlatsangiz bo'ladi. Lekin sarlavha bitta bo'ladi-yu o'zi aslida. SEO Ha, qidirgan sarlavha. birinchi o'sha H1 ni oladi, keyingi muhim ma'lumot deb H2 ni oladi, shunaqa qilib ketaveradi. Shuning uchun ham Hmm. bizda hozir H1 bo'lib qolgan. Shuning uchun hatto bu Ikkita heading 1 bo'lib bitta qolgan. qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'q, o'chirmang, prosta keyingi H1 da H2 qilib qo'ysangiz. Hmm. Bo'ldimi yo yana bormidi? Так, по-моему, bo'ldi. Faqatgina oxirida qani pasport qani? Hozir. Bo'ldi, значит. Bo'ldi, qolmadi. Shunaqa sal o'zgartirishga qaror qildim savol-javoblarni, chunki Mhm. hayotda, praktikada ishlata olish bu juda ham muhimda. Eslab qolish oson, lekin ishlatib bilmasa odam foydasi yo'q. Да, u Xo'p, SEO anaqa bo'yicha uchun ekanda, чтобы brauzerda poist berilganda prioritetini ko'tarib beradi, agar to'g'ri tuzilgan bo'lsa. shunday. Bu juda ham muhim. Endi hozirgi yaqin kelajakda bu narsa haligacha aktual bo'ladimi yo'q bilmayman. Chunki sababi hozir AI dan poyezd yaxshi ishlayapti-yu. Misol Да, uchun ko'pchilik уже ChatGPTga o'tib ketgan, ko'pchilik poyezd bermaydi. Shuning uchun menimcha o'zgarishi mumkin. Lekin hali aniq qilolmayman o'zgarishini. Ну, o'zgarib qolsa kanalda aytaman, xudo xohlasa. Xo'p, bo'lmasa yana boshqa kodda ishlataveraman. Bu endi bu JavaScriptdan.
Aaa, Mhm. o'shani ko'rsangiz, aytsangiz, misol uchun Hozir nima bo'lmaydi. output chiqarib berishini, shu funksiyalarni. Shu o'zida qolaveray-a, manimcha tepaga skript ochib yoki pastgami. Bo'laveradi unaqa qilsangiz ham. Tak, siz yozgunizcha hozir men tirikchilik qilib olaman ozgina. Agar shunaqa kontent chiqishini xohlasanglar, ko'proq buni tarqatinglar hammaga va layk bosinglar va o'zinglarni fikrlarni yozib qoldiringlar. Kimda-kim qatnashmoqchi bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib yozishinglar mumkin. Ularga aloqaga chiqib, Xudo xohlasa, intervyu qilamiz sizlar bilan ham. Yana bitta ma'lumot, shu donat qilish uchun tirikchilik o'zidan o'tdim. Registratsiyadan, bemalol donat qilishinglar mumkin. Sizlar qilgan donat puli hammasi menga emas, kelajakda qilmoqchi bo'lgan proyektim ketadi. Proyektim shunaqaki, dasturchilar, yosh dasturchilar, juniorlar orasidan, musobaqa qilib qanaqadir vazifa beriladi. 1 oy ichida ular qiladi va qilgandan keyin sizlar jo'natgan donat puli va o'zimni yonimdan 1 million sovrin puli kimgadir beriladi, yutgan odamga. Shuning uchun ham, bu o'ylaymanki juda ham foydali. Hozir hamma ish qidirish bilan band. Portfolio uchun ham bu juda ham foydali bo'ladi. Shuning uchun shu ishni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, donat qilmasanglar ham хотя бы layk, kommentariy yozib qo'yinglar. Bundan juda ham xursand bo'laman. Xo'p, endi sizga qaytsak, xo'p, siz savol nima Mhm. output chiqadi birinchi konsoldan va ikkinchisidan? Birinchisi true bo'lmagan deganida, true'ga teng emas true emas. Mana shu bo'yicha. Aha. Mhm. Ikkinchisi hello emas. Lekin true emasdan false chiqadi. Hello'dan bilmadim nima chiqadi. Mayli, buni javobi false bo'ladi, chunki stringiz empty emas. Bu string true qaytaradi. Ha, string true True'ni qaytaradi. true'ni nimasi, teskarisi Teskarisi bizda false. false bo'ladi. Shuning uchun ham ikkalasidan ham false javob chiqadi. Xo'p, Hmm. keyin yana kod tashlab beraman sizga. Ko'ramiz. O'chirib tashlavering, tepada tursin. O'chirib yuborsangiz ham bo'laveradi. Hop. Xo'p, Sting, birinchi konsolda nima chiqadi, ikkinchisida nima chiqadi? Birinchisida 10, ikkinchisi 11 chiqadi. Yo'q. To'g'ri, birinchisi 10, ikkinchisi 11 chiqadi. Xo'p, birinchisida Yo'q, 10, ikkinchisida to'xtang. 11. 10 chiqar ekan. 10. Nega? Chunki mana bu x dan keyingi plyus u keyingi vizifda ishlaydi. Aha. Undan oldin ishlamaydi. 10 chiqishi kerak. Shu bo'yicha yoki with x teng plyus. Siz to'g'ri yo'ldasiz. To'g'ri yo'ldasiz. Xo'p. Birinchisida 11 chiqadi. X dami? Chunki Anavi x biz sразу ishlab ketadi bunga. Y chaqani u. Shunda chunki y ham 12 yo'q, chiqar y ekan. bo'lsa 10 bo'ladi. Chunki birinchi biz assign qilyapmiz, keyin orqasidan plyus qilyapmiz. Shuning uchun y'imiz 10 chiqadi. Mayli, x'ni Xolos 11 to'g'ri, tekshirib agar ko'rishingiz teskarisiga mumkin. qo'yib ko'rsak, tushundim. Y bilan x joyini almashtirib ko'rsak, o'shani bo'ladi. Ochiqroq bo'lar ekanda, tushunarliroq bo'lar ekan. Qatorini. Da, Hamma shunday. ko'p demoqchiman. Yo'q, bunda xato beradi. Chunki siz x'ni nimadan oldin ishlatyapsiz. Declare qilishdan oldin ishlatyapsiz. Birinchi x'ni declare qilishingiz kerak. Agar buni to'g'ri ishlatmoqchi bo'lsangiz, keyin x plus qilishingiz kerak. Keyin y teng x ga deyishingiz kerak. O'shanda ikkalasi ham 11 ga teng bo'ladi. Hozirda bo'lsa x'imiz 11 ga, y'imiz 10 ga teng bo'ladi.
Eee, bu narsa Ha, o'sha tushundim. algoritm ishlayotganda, judayam ko'pchilik judayam ko'p xato qiladi algoritm ishlayotganda. Hmm. O'sha narsalarni bilmagani uchun. Agar bilsa kamroq xato qiladi. Xo'p, bo'lmasam yana boshqa kod tashlayveraman. Agar qilolmayman desangiz qilamiz. Agar qilolmayman, ko'p vaqt ketib qolsa kerak desangiz, algoritmga o'tsak ham bo'laveradi. Mayli, tashlayveringchi, harakat qilib ko'ramiz. Tashladim. Bu nima fayl ekan o'zi, to'xtangchi. HTML. Ha, HTML ekan-a bu. Mhm. Mana pastda HTMLdan o'chirib yuborsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, Mhm. endi sizga tushuntirib o'tay. Mana bu toggle degan funksiyani bosganda, ya'ni show hide'ni bosganda, mana bu secret message'imiz o'chib, paydo bo'lib yo'qolishi kerak. Mhm. Shu funksiyasini yozib bersangiz, toggle message degan JavaScriptda Tepadagilarni o'chirib yuborsam bo'ladimi, stillardan ularni? bo'laveradi. Aha. Tak, Xo'p. boshidan sразу aytib o'tib ketay, chunki katta kompaniyalar intervyu topshirsangiz, shunaqa qilishingiz kerak. Qanaqa? Mhm. Ya'ni, birinchi bu ishni qilaman, birinchi plan tuzib olishingiz kerakda. Birinchi qiladigan ishim bu, ikkinchi qiladigan ishim funksiya yozaman misol uchun, uchinchi qiladigan ishim funksiyani ichida bu narsa bo'ladi, to'rtinchi qiladigan ishim bu narsa bo'ladi deb, уже hamma narsani xayolingizda taxlab olganingizdan keyin kod yozishni boshlashingiz kerak. Bu hammaga maslahatim. Intervyuga topshirgan paytinglar ham birinchi fikringlarni aytib olinglarda, undan keyin kod yozishga o'tinglar. Shunda xatolar ham kamroq bo'ladi и intervyu olayotgan odam ham ha, bu fikrlash yaxshi aytadi, ishga kirish shansinglar ko'payadi. Shunday. Mhm. Boshla. Nima qilish kerak dedi? Shunda agar bosganda tekst o'chib yonishi kerakmi? Mana bu secret message yo'qolishi kerakda и Aha. show qilganingizda paydo bo'lishi kerak. Mhm. Hop. Pa, 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 pam. Show nima edi? Eslatib olmaysizmi? Anchadan beri ishlatmaganman. Show Ha. bu ko'rsatish degani. Display show bo'ladimi u? Display block qilsangiz ko'rsatiladi. Display none qilsangiz u o'chadi u. Hozir bu ochiqmi? Shunda ko'rinmaydi, hozirgi holatida. Yo'q, hozir hech narsa yo'q bunda.
Yo, mana bu hozir Eee, просто style'da hidden berilgan ekanda klass. U hidden qayerda ishlatilayotganini ko'rmayapman. bu klass o'sha spetsialniy o'sha hidden'da ishlatishingiz kerak. Xohlasangiz u siz ham qilsangiz bo'ladi. Eee, maqsad nima bu hidden'dan? Maqsad, misol uchun, o'sha text id'lik paragrafga hidden class bersangiz, u значит yo'q bo'ladi degan maqsadda. Agar u Tushundim. paragraf hidden'ni olib tashlasak, yo'q bo'ladi. Tushundim. Shunaqamidi? Eshitmaganman. Xohlasangiz Google'dan ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Class qo'shish masalani. Bosganimizda hidden bo'lsa bekitildi Mhm. и yana bir marta bosganda ko'rinishi kerak. Shunday. Ha. Tak. Xo'p, hozir bu funksiyangiz agar bitta bosganimizda bu hidden qilib qo'yadi. Endi bizga Ye- yana qaytadan bosganimizda show kerak. Hozir menga aktiv false bo'lganda bu hidden bo'lishi kerak edi. Va shuni almashtirib turadigan bo'lishi kerak. Unga ham yana bitta funksiya yozsam bo'ladimi yo bitta funksiyada qilish kerakmi? Yana funksiya yozishdan foydasi yo'q. Menimcha bitta funksiyangiz bo'ladi. Ha, to'g'ri, uzr. Xo'p, olamiz. If active bo'lsa, true'ga, true bo'lsa false'ga almashtiramiz. Agar if true bo'lsa text class list remove show. Yo'q, remove hidden qilishingiz kerak. Show emas, Remove chunki hidden, ha, hidden и text class list add show else show. Xo'p. И stil qo'shishim kerak endi baribir. Mhm. Shunaqa emasmi?
Э, tak, birinchi tak, 9-qatordagi if qilganingiz xato. A, Yo, buni buni anavi o'chirib qilishim olsangiz ham kerakmi? bo'laveradi. O'chirib Hozir bu tashlaymmi yerda uni? hozir u ifni ichida unaqa ishlata olmaysiz. Ichida so'roqli qilib, yana bu ifni ichida if degani hozir siz yozganingiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir funksiyangizda active false deyapsiz. Aktiv nimadan olib aktivni false deyapsiz. Aktiv qachon false bo'lishi kerak? Qachonki bizda bu hidden bo'lsa p'imiz, to'g'rimi? O'sha p'ni hidden bormi yo'qligini olishimiz lazım. Hozir. Biz qanday bilsak bu tekstimiz ichida o'sha hidden degan klass borligini? Klass borligini bilmasam. Yo, eslolmayapman hozir. Tak, klassani olish uchun Yo, mana get yoqdan attribute poyist qilibmi? Yo, bu ham anaqa emas. Nima deyotgandingiz? Uzr. klassni olish uchun attribute class degani bor, menimcha adashmasam. Hozir Google Lang'da qarab ko'raman. Точный qilish uchun. Tak, has class degan funksiya bor ekan. Bu jQuery, to'xtab turing, hozir class name attribute class degan narsa bor. Yoki просто class name desiz ham chiqishi Has kerak. attribut. Head attribut Yo'q, bu emas. bor ekan. Has Attribut attribute bu emas. attribute qani bunday qilsangiz bo'ladi. Text.classname konsolga qarab ko'ring-da. Shunday. Ha. Shuni konsolga. Hop. Ekranimiz Shipga chiqadi. ko'rinmayapti. Ko'rindimi sizga? Yo'q, ekranimiz Ko'rinmadi? ko'rinmayapti. Yo'q. Hozir. Manda cannot properties class name bo'lib chiqib keldi. Tak. Yo, class name teng deb ko'rish kerakmikan? Yo'q, o'sha class name'da o'zi ishlash kerak. Tak. Hozir to'xtangchi. Tak, class name. Get element by ID. Class name, value. Tak, class. Name'i katta bilan yozganmisiz? Class. To'xtang. Bo'ldi, shuni o'chirib tashlash kerak. Ishlash kerak. Hop, o'chirib tashladim. Yo, baribir shunaqa turibdi. U chunki o'zida berganida mana qarang. Mana. Na, text class name. Tak, document get element by ID.
Ha, Yo, mana yo'q bunaqangi u class name. a? Chunki bizda yo'q u class name hozircha. Class name Anaqadami? beringda nimaga? Pga. Aha. Любой narsa berib ko'ring. Ошибка. Hozir sizga qanaqa ko'rsatsam bo'larkan buni? Simulation. Окно. Ko'rinyaptimi? Tak, hozir bir minut. Unda ko'ryapti. Faqat Qarang mana. siz полный ekranni share qila olasizmi? Faqatgina shu konsol logish ko'rinmayapti-da hozir. Tepaga ko'tarsamchi? Yo'q, baribir. Yo'q, baribir ham. Siz hozir bitta hamma ekranga dostуп berib ko'ring, hozir bitta Windowsga bo'lib qolgan hozir. Hop. Entire Endi-chi? screen deyilgan menimcha hozir. Qani? Da, endi ko'ryapti. Aha, zo'r. Mana. Tak, xo'p, endi tushunarlik. Bizda 0 qaytaryapti ekan nimamiz. Kodni oching-chi. Tak, text get element by id text. Tak, id text. Xo'p, bizda tekstni o'zini konsolga olib ko'ring-da. Biz class namesiz. No. Null qaytaryapti. Tak, ko'ramiz. Tak, bizda id bor. Get element by id. Xo'p, script. Menimcha tepada differ bermadik-da skriptga, chunki anidan oldin chaqirdik-ku. Da. Yo'q, baribir. Qaytaryapti. Tak, bo'lmasam skriptni yozib ko'ring-da, headga emas. Pastgami? Bodydan keyin. Endi kodni endi ishlatsak ishlaydi. Точка class name bersangiz, ichidagi class name'larni olsak bo'ladi. Text. Last name. Bo'ldi, chiqdi. Mana. Bizda logikada shunaqa bo'lishi kerakki, agar bizda class name'imiz hidden bo'lsa, biz uni o'chirib yuborishimiz kerak. Agar hidden bo'lmasa, hidden qo'shishimiz kerak. O'chirib olishimiz kerak-ya hozir shunda. Birinchi agar hidden Da. bo'lsa, hiddenni o'chirib yuborib и text class please and show. Else if shart emas. Else qilsangiz bo'ladi, chunki bizda faqat bor yoki yo'q xolos-ku. Aha.
Tashqari ekanda bunisi. Aha. Tekshiramiz. Yo, bir Tak, martadan keyin ishlamadi bu. ishlamadi chunki bizda display non qilganingizda u o'chib ketadi nimadan, HTMLdan. Domlanmi? O'shaning domdan o'chib ketadi. Shuning uchun уже uni topolmaydi ekan. Shuning uchun boshqa yo'lni qilish kerak. Tak, Visibility qilsak-chi? Yo, boshqa visibility narsa. qilsangiz ham bo'ladi. Yoki kodni pastga ochishingda bir ko'raylik. Yo'q, visibility display'da bo'lmaydi u. Men sal adashdim. Pastga ochishsiz. Tak, biz tekshiryapmiz. Agar class name hidden bo'lsa, remove. Bizga mana bu show kerak emas, to'g'risini aytsam. Show olib tashlasangiz ham bo'laveradi, chunki shunday, aha. Tak, endi ko'ramiz. Tekstga tak, birinchidan mana bu tekstni funksiyani ichida bo'lishi kerak. Text teng, text. Tak, endi kodni yana bir ko'rib chiqay. Toggle message tekstni olyapmiz. Agar uni class hidden bo'lsa, remove hidden. Agar else Aks hidden holda yo'q bo'lsa, hidden qo'shamiz. tak, qani? Yo'q, uchib ketdi. Shu. Qani, yana boshqatdan ochingda. Else'ga narsa berib ko'raylik. Console log просто nimadir qilib ko'raylik. Tak, bizda else 2 marta ishladimi? Boshqatdan qaytaringchi. Yo, 2 marta bosdim men. Ikkinchisida ham sразу else ishladi. Ha, hozir hide bo'lgan vaqtda ham else ishlayaptimi shunda? Ha, yo'q, edi. Ha. Ikkinchisida ham else ishlayapti, tushunyapsizmi? Shunda bizda hidden to'g'ri yozilganmi? Qani? Tepadagi hidden bilan. Tak, to'g'ri yozilgan. Tak, hammamizni class name'ni ko'ryapsizmi? Nimani? Console log class name'ni ko'raylik. Menimcha bizda постоянный false qaytaryapti mana bu if Funksiyani ichida conditionimiz. bo'lsinmi yo farqi yo'qmi? Funksiyani ichida. Yo'q, funksiyani ichida bo'laversin. Ko'rinyaptimi sizga? Ko'ryapti. Tak, res hidden. Qani, funksiyangiz boya yaxshi ko'rmadimmi? Boshqatdan bitta ko'raylik. Qotib qoluvdi. Alo, ko'ryaptimi? Ha, Eshitilyaptimi? ko'rinyaptimi? Ha, nima? Funksiyani ichida tak, class name res Menimcha shu if hidden. else emas, ikkita if qilib ko'ramizmi? Yo'q, men tushundim. Chunki class name'ni hozir qaytarsangiz res hidden degan bor edi. Chunki bizda class name'ni ochingda, tepaga ko'taringda nimani? Kodni. Hozir res boya qo'shuvdik-ku, shuni o'chirib yuborish esdan chiqdi menimcha. Da, shuni. Ha, shunday ekan. Ishladimi? Ha, ishladi. Da, chunki class name hammasini qaytardi bizga res bilan. Shu. O'shaning uchun ishlamabdi. Tak, buni
Da, buni oson yo'li bor, judayam oson yo'li bor. Hozir sizga ko'rsataman. Ha, tak, mana toggle degan funksiya bor. O'shani ishlatsangiz, if else'lar ham shart bo'lmaydi. Bu o'zini strunniy funksiyasimi anaqani JavaScript? Da, o'zini funksiyasi bor. Tak, siz qilgan ham to'g'ri. Yokida yana bitta boshqa yo'li bor. Stil orqali o'zgartirsangiz bo'ladi. Buni ham tashlab qo'yaman. Sizga mabodo kerak bo'lsa kelajakda. Ya, bunaqa qilsa ham bo'ladi. Anaqani topish kerak ekanda. Ha, Hmm. Xo'p, Element. bu sizga oxirgi algoritm qilamiz, agar vaqtingiz bo'lsa. Ha, bemalol. Tak. Bunda savob hozircha. Xo'p, Aha. oxirgi bizda vazifa sizga Telegramdan tashlab berdim. O'sha funksiyani yorishingiz kerak. O'shani copy paste qilib tashlasangiz, hozir ekranda ko'rinadi. Keyin tushuntirib beraman nima funksiyaligini. Mana. Xullas qaytarish kerak. Faktorial degani bu, misol uchun mana 5 yozdiga 5 gacha birdan boshlab 5 gacha ko'paytmasi. Misol uchun 1 ni 2 ga ko'paytirasiz, 2 ni 3 ga, 3 ni 4 ga, 4 ni 5 ga ko'paytirsangiz 120 qaytishi kerak. Bizga shunaqa yozib berish kerak, faktorial degan. Inputga number qabul qiladi. O'sha keyin outputimizda bo'lsa faktorial qaytarib berish kerak bo'ladi. Berilgan savollarni hamma javoblari bilan Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib olsangiz bo'ladi. Ko'rayotganlar ham o'tib podpisatsiya qilib olsanglar bo'ladi. Shunaqaromidi? Da, shu mana shu bo'ladi. Xo'p, qani bitta rang qilib ko'raylik bo'lsa. Hozir sizda bitta minus bor, lekin bitta sizni faqat minus emas, faktorial funksiyalaringiz har xil. Birinchidan nomi katta F bilan boshlagansiz, bunisi kichkina Monolith bo'lishi kerak. Da. Ikkinchisi minus emas, просто bo'lib turadi bu narsa. Keyingisi hozir kodni rang qilsangiz ishlamaydi. Nega ishlamayishini to'xting. balki rang qilib ko'rarsiz, o'shanda bilinadi ishlamasligi. Mana men ayda ekanda, ay 0 qilib qo'yibmanman. Da, bu birinchisi. Keyin yana bitta muammo bor bu yerda. Kichkinagina muammo. Buni hozir bitta rang qilsangiz, u xalq bittada aytasiz o'zi nimaga, nima muammoligini. Rang qildim, mana hozir sizga ko'rsataman. Javob 120 chiqdi. Qani. Sizga ko'rinyaptimikan? Ko'rindimi? Da, ko'ryapti.
120. Agar 0 bersamchi? 0 bersam nima chiqadi? 0 chiqib qoladi-da, ya'ni I 0 ga teng bo'lib, result 0 bo'lib qoladi общий. I yo'q, 0 chiqmaydi sizni kodingizda. I ga 0 Chunki bersangizmi, I 0 dan emas, I 1 yo'q, dan boshlanadigan bo'ladi-da. yo'q, yo'q, Namgami? nimaga, funksiyaga, 0 bersamchi? Undan oldin bo'lmasa proverka qo'yishim kerak ekanda. Tekshiruv. Ha, If agar nam kichik 0 dan bo'lsa, return false. Mana shunaqa bo'lib qoladi-da. 0 dan kichik bo'lsa yoki 0 ga teng bo'lsa ham srazu bir qaytarib yuborsangiz ham bo'ladi. A tak Mana shuni shuning uchun anaqa yo'q, kodingiz to'g'ri. Men judayam anaqa yaxshi ishladingiz, menga yoqdi. Shuni faktorialni rekursiv orqali qilib bera olasizmi? Rekursiv funksiya orqali. rekursiv funksiya. Sal nima degan ma'nosini tushunsam qilishim mumkin, sal anaqa borsangiz. Yo o'zini встроенияnovi bormi JavaScript faktorial bo'yicha? Yo'q, yo'q, rekursiv funksiya degani funksiyani ichida o'zini boshqatdan chaqirasiz. Callbackmi? Yo'q, yo'q. Hozir sizga Anaqa tekshiraman. bo'yichami yoki Redux bo'yicha Redux. Yo'q, agar buni oldin eshitmagan bo'lsangiz, ishlolmasangiz kerak. Hozir sizga tashlab qo'ydim. Bu kod o'zini boshqatdan chaqirib tashlaydi. Tushunyapsizmi? Hozir ko'raylik bu yoqqa olib kelib. Factorial n if I know bo'lsa. n minus 1. Rekursiv funksiyalar bu qachon kerak bo'ladi? Qachonki siz LeetCode degan sayt bor. O'sha LeetCode'da misol uchun aytaylik graf bor. Grafni ichidan qaysidir element topmoqchi bo'lsangiz yoki aytaylik matritsa bor. 2 ga 2 yoki 10 ga 10 matritsa bor. Bitta siz uni bitta yo'l topishingiz kerak. O'sha yo'l topish uchun funksiyani boshqatdan chaqirasiz. Chunki har bitta elementga funksiya ishlashi kerak yana bir marta. O'sha paytda bu juda ham oz chuqurlashib ketdim. Lekin agar shu narsani ham o'rganib qo'ysangiz, bu sizga ham ancha oson bo'ladi. Keyinchalik hozir tekshirib ko'rsangiz ham ishlaydi bu narsa. Ishladi. Rekursiv funksiyalar deb yozib ko'rsangiz, bu qiziq narsa, juda ham tushunish qiyin narsa. To'g'risini aytaman, o'zimda ham ancha qiynalganman, lekin o'rgangandan keyin ancha qiziq narsa, zo'r narsa. U minuslari bor o'ziga yarasha. Plyuslari ham Bu bor. qarang, бесконечный sikl chiqarib tashlamaydimi? 0 ga borgandan keyin Va mana zo'r point qildingiz, zo'r tushundim. qildingiz. O'sha beskонечный bo'lishini yo'qotish uchun mana boshida condition yozgan. 0 ga bo'lsa 1 qaytardi. 0 ga yetgan paytda уже 1 qaytaryapti-da, уже bo'ldi. Birinchi ketyapti. Yo'q, o'sha Tushunyapsizmi? 1 ko'paytma bo'lib qolmaydimi oxiri deyman-da. Yo'q, yo'q. O'sha n minus n короче 0 ga teng bo'lgan paytda уже sikldan chiqib ketib qoladi. Funksiya to'xtaydi. Shunaqami?
Shunday. Aha. Shunaqa. Xullas, nima desam ekan, screen share o'chirsangiz ham bo'laveradi. O'zim fikrlarimni aytaman. Stop qilsangiz. Aha, bo'ldi. Oy, to'g'risini aytsam, menga judayam yoqdi. Chunki bundan oldingi adashmasam ko'p u kursga borganlar bilan qilib ko'rdim intervyu. Ularda unchalik ko'p nima edi, chuqur bilimga ega emas. Ular ko'proq shu bibliotekalarga ishonib qolgan yoki Tailandga ishonib qolgan shunaqa bolalar bilan gaplashdim. Lekin siz mana hayron qoldirdingiz. 6 oy o'rganganman deyapmidingiz? 6 oy, endi 6 oyda 2 oycha ishlarim bo'lib, boshqa muammolar bo'lib, yaxshi tayyorlanolmay qoldim. 4 oy yaxshiroq tayyorlanganman. Lekin zo'r. Menga yoqdi. Ehm, Albatta endi praksika qilish kerak, proyekt qilish kerak. Agar proyekt qilsangiz, menimcha shu yo'nalishda ketsangiz, menimcha ish topishingiz ham muammo bo'lmaydi. Ish topish uchun ko'proq shu bitta reels ham qilmoqchiman. Shu bo'yicha ko'proq shu open source projektlarni ishlatish kerak va realniy proyektlar qilish kerak. Ko'pchilik aytishi mumkin, hozir qayerdan olaman realniy proyekt deyishi mumkin, lekin просто atrofga qarasangiz judayam ochiq уже biznes. O'zbekiston bozori hali ochiq-da. Ko'p narsa qilinmagan. Oddiy narsalar qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, biz yaqinda bolalar bilan Telegram bot qilganmiz. Telegram web application qilganmiz. O'yin. So'z topish o'yini. O'sha narsa qilganmiz. Bu ham portfolioga tashlasangiz bo'ladi. Uni qilish qiyin emas. Yana nima? Misol uchun, bot qilganmiz. Tasbeh bot qilganmiz. Uni ham shu tasbeh sanasangiz bo'ladi. Shunaqa har xil ideyani qilish kerakda. Realniy odam yaratirish kerak uni. Rezyumengizga yozsangiz bo'ladi. Mana shuni qilganman. Aytaylik 1000 ta yoki 2000 ta odam ishlatyapti desangiz, bu уже haligi testoviy proyekt qilganlar bo'ladi. YouTube'dan ko'rib. Ulardan ko'ra ancha sizni darajangiz yaxshi bo'ladi. Chunki siz ish qilgansiz. Ha. Men Mhm. yaqinda bir testoviy proyekt ko'rdimda, endi baribir ishga oluvchilar yozilgan proyektga emas, yozilgan kodga qarab oladi-yu. To'g'rimi? Men tushunishim bo'yicha Mhm. 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 gamma kod yozib ham proyekt ishlaverishi mumkin-da. Anavi sizlar xalq Mhm. tilida aytgandingiz. Gamma kod yozsangiz ham Да. proyekt ishlayveradi. Faqat uni ertaga Mhm. расширенияsi, ertaga переиспользованияsi qiyin bo'ladi. O'shanga do'stim bor, endi o'shanga ko'rsatib bir FSD Mhm. Mhm. struktura bilan Zustand forma anavi uchun yap, yana nima Mhm. ishladim? Mhm. Tailwind и anaqa UI bibliotekaga SHA-ni anaqa ko'rdim. Kalkulyator sifat anaqa forma заявки на kredit deydi. Mhm. O'shanga Mhm. u testni o'chirib tashlayman deb. Endi nima proyekt qilsam ekan juda kallam qotyapti o'shanga. Baribir odam tortadigan yaxshiroq proyekt qilish kerakmidi? Ha, endi ideyani men har doim o'zimni aytamanda, odam o'zi nima bilan hozir kuyayotgan bo'lsa yuragida, misol uchun kimgadir boks yoqadi, to'g'rimi? Kimgadir aytaylik o'ynash yoqadi, kompyuter o'yinlari yoqadi. O'sha narsaga bog'liq narsa qilish. Kimgadir misol uchun kitob o'qish yoqadi. Shu kitobga bog'liq narsa qilish kerak. O'zbekistonda aytganimdek judayam kam hozir servislar. O'sha servislarni qilib yuborish kerak. Hozir men o'zimga nima deydi, yoqayotgan narsalar shu Telegram orqali web application e'tibor bergan bo'lsangiz, Telegramda nima bor? Nima deydi? Bot emasda, bitta knopkani Mhm. bossangiz, prilojeniyega o'xshab ochiladi. O'sha prilojeni Mhm. ishlatasiz. Mana shu narsalarga qiziqyapman hozir, chunki Anaqami Telegram ichidagi Chrome. Как ha, ha, установленный. ha. Tushundim. Chunki bu Чтобы narsa sakravermasligi uchun o'zida da, qulaylik. shunday. Bu narsa juda ham qulay, hali O'zbekistonda bu narsa kam.
umuman butun dunyoda kam. Shuning uchun mировой уровеньga ham chiqsa bo'ladi shunaqa oddiygina proyeksiyalar qilib. Shunaqa ideya bo'yicha shu o'zingizga yoqqan soha bo'yicha qilsangiz, birinchidan o'zingiz maza qilib, ikkinchidan kачествоsi ham zo'r bo'ladi shunga. Shunaqa. Intervyu bo'yicha nima savollaringiz bo'lsa yoki o'z fikrlaringiz bo'lsa ayting. Xursand bo'laman. Fikrim shu, o'sish kerak, o'rganish kerak, odam o'zini ustida ishlashi kerak, to'xtashi kerak emas. Agar o'sha o'zini sohasida yaxshi bo'laman desa, Ha, o'zini sohasida ha, masteri bo'laman desa. Sizni ha, to'g'ri, to'g'ri. intervyularingiz ko'rib chiqdim. Judayam yoqdi. Qiziq. Bolalar bilan qilinadigan ishlar, testlar. Bir tarafdan o'ylab qolaman, o'zi ishga kirgan bolalarni ham qilgansiz-ku bir ikkita intervyularda. Ha. Kirgan bolalarni ham qilgansiz. Неужели shu bolalar ishlayapti deb o'ylab qolaman deb, oddiy bazaviy Hmm, misol uchun Event Group'ni, zamitni unaqa narsalar bilmagandan hmm. Неужели shu bolalar ishlayapti, man ish topolmayman deb o'ylab qolaman. Keyin mayli deb qo'yamiz. Baribir hozir hamma yoqda defitsit. Anavi Cloud'da manimcha Vladimir Minenni bilsangiz kerak. Nima deganmi? Vladimir Minin degan rossiyskiy anaqa frontendchi. Yo'q, men ko'p bilmayman lekin to'g'risi. O'sha bolani ham mana bunda ko'rib o'tiraman. Bu ham anaqa 20 yillikmi, 15 yillikmi esimda yo'q. Ko'p o'qiti bor. Judayam shkolalar ochib yuborgan bola. Shu bolani ham yaqinda Telegram saytida ko'rib qoldim. Cloud asoschilari ham уже aytayotgan ekanda, shu dizayn injenerlar ham 80% kodni iyi yozib beradi, qolgan 20%da o'sha nima deydi, to'g'rilashlar qiladi. Bo'ldi, o'zgartirishlar. Borgan sari anavi o'ylagan sari miyasi tuzaveradi-yu mana shunaqa narsalarni. Ertaga nima bo'ladi? Baribir o'sha moslasha oladigan odam qolar ekanda. Da. Xuddi shu to'g'ri, judayam to'g'ri aytdingiz. Chunki AI bu o'zi ishini osonlashtirish uchun-da, u Instrument. bor AI borligi u yo'qotmaydi hech kimni. AI borligi naborot o'sha yaxshi bilmaydiganlarni yo'q. Yaxshi biladiganlar qoladi Saralab faqat. tashiydi. Chunki Setkadan o'tkazib yuboradi. ha, da. Qolib Chunki ketadi bilmaydiganlar. AI xato qilgan payti sразу topish kerak odam. Agar topolmasa уже o'ldi deganda, u proyekt o'ldi degani bu edi. Ha. O'sha verstaljiklar ham hozir verstaljik degan odam o'zi qolmaganda. O'sha 5-10 yil oldin bo'lsa, u odam ham как разработчикdek ko'rilgan. Shunday. Xo'p, fikrlarim judayam ijobiy. Sizga judayam xursand bo'ldim shunaqa birlamingiz borligidan. Agar kimdir rekruter agar ko'rib qolsa shu videoni, sразу taklif qilaman. Jamshidbekka imkon beringlar. Shunaqa 6 oyda shu darajaga yetgan bo'lsa, darashi bundan ham zo'r qiladi. Sizga bo'lsa omad tilayman. Rahmat. Videoga rozi bo'lganingiz uchun juda ham katta rahmat yana bir marta. Sizlar ham like bosinglar, podpisatsiya qilinglar, obuna bo'linglar. Xullas, shu hamma oldingi gaplar hammasini qilsanglar, men juda ham xursand bo'laman. Keyin darashi yana ko'proq video qilaman. Hammaga rahmat. Sizga ham vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Ishingizga rivoj. Rahmat katta. Omad tilab qolaman. Mayli. Charchamang. Rahmat.